Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani O'ramatut qishlog'ida Solijon hoji tog'amiznikida ishimizni yakunladik. Fasonimiz arqon balasina shar mo'ylovlari bilan chiroyli qilib qo'yib berdik. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib ishimizga baho bera olasizlar. Agar kimgadir shunaqa chiroyli baryerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Buyurtmalar qabul qilamiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. İşimizga ko'rib baho bera olamiz. Best firmasi bilan hamkorlikda mahsulotlarni olib kelamiz. İşimizga 10 yil kafolat beramiz. Bundan boshqa fasonlarimiz ham juda ham ko'p. Mijozi talabiga qarab, xohishiga qarab, qaysi fason yoqadigan bo'lsa, shu fasonda tayyorlab beramiz mahsulotlarni. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishinglar mumkin.